xohlagan inverter konditsioneringizni soatiga 1 kilovatgacha kamaytirishni usuli. Buning uchun konditsioner o'chiq holatda bo'lishi kerak. Ko'rgan bo'lsalaring. Keyingisi konditsioneringizni issiq joyga o'tkazamizda va yoqishni bosamiz. Yoqishni bosamiz, ko'rgan bo'lsangiz 24 turibdi. O'sha 32 ga olib boramiz. 32 gradusga olib chiqamiz. 32 gradusga olib chiqqanimizdan keyin bu o'tgan videomizda ko'rgan bo'lsalaring, bu Avalon 12 talik konditsionerimiz BTUsi 1700, ya'ni birinchi soatda bu siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi 5 kilovat yeydi. Keyin undan keyinga hozir bu 32 turganda motori moshni ishlay oladi. Xuddi o'sha moshni ishlagan paytda 5 kilovat ichida xonangizni bemalol isitib ulgiydi va undan keyin 1 soatning ichida siz konditsioneringizni temperaturasini 24 yoki 25 ta oralig'iga tushirib qo'yganingizda konditsioneringizni motori moshnisi 0.3-0.2 ga kamayadi va shunda sizning konditsioneringiz soatga 5 kilovat emas, 0.8-1 kilovat atrofida to'kiydi. Undan tashqari sizning uyingizga 12 talikmi, 18 talik, 24 talik qanday konditsioner ketishini bilmayapsizmi? Unda keyingi videomizda sizga o'rgatib qo'yaman. Bu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta obuna bo'ling va bitta like bosib qo'ying. Rahmat.